Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz aka-ukalar, opa-singillar va Shahzodbekni qo'llab-quvvatlab turgan barcha aziz obunachilari. Mana ikkinchi o'yin boshlandi. Bu safargi o'yinimiz o'tgan safargi o'yindan qolaversa, barcha o'yinlardan biletlar soni bilan va prizlar bilan tubdan farq qiladi. Asosiy prizlarimiz Kia K5 va ikkita Hyundai Sonata sizlarni kutyapti. Azizlar, men hozir prizlarni aytib o'tib ketaveraman va bu mashinalarning arzonini sizlarga alohida qilib albatta yetkazamiz. Azizlar, bu mashinamizdan tashqari bizda if komplekt tilla taqinchoq, 4 ta elektromotor, 1 tonnalik 6 ta mobilniy telefon va 3 ta 3000 samoniy paket va 182 ta 1000 samoniy paket sizlarni kutyapti. Ko'ryapsizlarmi? Eng kichkina yutug'imiz 1000 samonni tashkil etadi. So'ngida biletlar soni 1,5 ta emas, 2000 ta emas, atiga 1220 tani tashkil qiladi. Bu sharoit hammasi sizlar uchun azizlar. Endi mashinalarni avzorga o'tadigan bo'lsak, Kia K5imiz yili 2010, motor 2, полный full komplektatsiya. Azizlar, mana start stop, korobka avtomat, konditsioner, lyuk, panorama. Ikkinchi mashinamizni avzorga kiradigan bo'lsak, mana Hyundai Sonatamiz yili 2010, полный komplekt. Azizlar, mana sizlar uchun 3-mashinamiz pachka vagondan olib kelingan yili 2014, obzorni mana ko'rib boring. Azizlar, mana yurishlardan ham o'zi tayin. Mashinada hozir salonni sizlarga ko'rsatamiz. Salafan pachka mashin. Azizlar, bu o'yin qanaqa bo'lishi, mana o'yin mashinning sostoyanisidan ham ko'rib turibsizlar. Pachka, mana salafan, avtomat korobka, start stop, monitor, hamma komplektatsiya ishlaydi, hammasi 100%. Faqat sizlar uchun mana shu mashina sizlarni kutyapti. Ha azizlar, 500 somon evaziga mana shu mashinalar, ya'ni K5, Hyundai Sonata va boshqa prizlar sizniki bo'lishi mumkin.